Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, azizlarim, hurmatli obunachilar, salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Inshaalloh bugun Madinadagi bir tarixiy voqea bo'lgan qadimiy masjidlardan biri bo'lgan Qiblatayn ikki qiblali masjidga keldik. Inshaalloh hozir masjidning ichidan ham video kontent qilamiz inshaalloh. Madinada Xolid ibn Valid ko'chasida joylashgan. Xolid ibn Valid ko'chasi. Stankalari ham kattagina ekan. Bugun Madinada do'l yog'di, keyin sharillab yomg'ir quydi. Alhamdulillah. O'sha yomg'ir yog'di bugun. Qiblataynga ham keldik. Bismillah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida ekan hijratni 16-17 oylarida shu voqea yuz bergan ekan. Qibla oldin Baytul Maqdis Quddusga qaragan bo'lgan. Rasululloh Makkada Ka'bani janubida ko'proq namoz o'qigan ekanlar-da. Ka'bani janubida Quddusga qaragan, keyin Ka'bani o'zi Madinaga kelganlaridan keyin ham Allohdan ko'p iltijo qilib, duo qilib, ko'p so'ragan ekanlar. Osmonga tez qarab duolar qilar ekanlar. Ka'bani qiblani Ka'bada bo'lishini, Makkada bo'lishini xohlagan ekanlar-da. Robbil alamin o'zining suyukli payg'ambarini hech qachon tashlab qo'ymaydi. Baqara surasida 144-oyatda Alloh qiblani o'zgartirishga amr qiladi. Ungacha bu masjidda mana Qiblatayn masjidi Baytul Maqdisga, Quddusga qaragan bo'lgan qiblasi. Hozir ichkariga ham kiramiz inshaalloh. Oyat nozil bo'lgandan keyin qibla o'zgargan. السلام عليكم حبيبي، كيف الحال؟ بكم مويه؟ ممكن أنا أصورك؟ ممكن أنا أصورك؟ سولان ترقد شو، جزاك الله خير أخي، بارك الله فيكم. سوني بيمن العصب والأندوات. بسم الله تصنع العصر. شكرا أخي. Gullarni uzmayli, chakmayli, axlat tashlamayli. Chiroyli masjid ekan.
Bu yoq tahoratxonasi. Bolajonlar yurishibdi maza qilib. Chiroyli ekan hovlichasi. Bu yerda ham suvlar bor, mana bunaqa suv ichishga. Filtr yaxshi, toza suv bilan muzdekgina. Xohlagan odam olib ichaveradi. Saudiya cho'l joyda Arabiston suvlar qimmat deb eshitardim men ham oldin. Lekin unaqa qimmat emas. Suvni o'sha sog'liqtalab insonlar mana shu mahallalarda, ko'chalarda, imoratlarning, domlarning chetiga shu uskuna qilib filtr suvlar chiqarib qo'yishgan muzdekkina. Xohlagan odam olib ichsa bo'ladi. 10 litr, 20 litr idishlariga to'ldirib ketsa ham bo'ladi. Suv muammo emas, alhamdulillah. Bular ayollarni namoz o'qiydigan taraf ekan, bu yoq taraf. Bismillah. Qullatay masjidi. Namoz qibla bu yoq tarafda. Oldingi qibla mana eski ramziy o'rni qoldirilgan. Baytul Maqdis, Quddus bu yoq tarafda. Tamam, xolodilniklarda suvlar bor, mana xohlagan odam olib ichaveradi. Namoz paytida oyat nozil bo'lgan ekan. Vallohu alam qaysi sahoba bo'lganlar yo Rasulullohning o'zlari bo'lganlar ham deyshadi. Vallohu alam, Alloh bilguvchi albatta. Shu namoz paytida bu yoq tarafga qarab mana Baytul Maqdisga qarab namoz o'qilayotganda oyat nozil bo'lganda ekan. Imomlikda turgan inson buni ham Alloh bilguvchi, shu safni yorib o'tib yuzlarini bu yoqqa Ka'ba tarafga qaratib namozni davom ettirishgan ekan. Allohu a'lam albatta. Hozir 2 rakat masjid haqqiga namoz o'qib olamiz inshaalloh. Hovlisini ham chiroyli qilib qo'ygan ekan. Kichkina joy bo'lsa ham. Yo, tepada nima bor ekan? Havo sal aynib turibdi. Rosa yomg'ir yog'di boya. Bu ikkinchi etaj sathi ekan. Ancha katta ekan bu. كيف الحال حبيبي؟ هذا سطح ممكن أنا أدخل من هنا؟ جزاك الله خير. حسن نسى شكرا.
buzordilar. Yaxshi bola ekan. O'z naryoqdan eskalatordan chiqilar ekanda, men bu yoqdan chiqib qo'yimman. Subhanalloh, quyosh chiroyli botyapti. Allohumma solli va sallim va barik alayh. Shomga ham 15-20 minut qoldi. Makkada tog'lar ko'p, Madinada ham bor, endi makkachalik ko'p emas. Madinada tog'larni jannat tog'laridan bo'lgan Uhud tog'i bor. Uhud tog'ini oldidan ko'rgan odam o'zi sezadi, toshlari ham boshqacha. Toshlari ham boshqacha, rangi ham boshqacha. Yonidan ko'rgan odam sezadi, bu boshqacha tog'ligini biladi. Uhud tog'i juda chiroyli. Dam olib o'tirishibdi odamlar. Su. O'zidagina ichsa bo'ladigan yaxshi suv mana shu. Madinada qadimiy masjidlar juda ko'p. Uhud tog'ini tagida Masjidul Fasx. Masjidul Fasx. Shunaqa kichkina masjid bor, toshlardan qurilgan, inshaalloh. Shu joyga ham borib ko'rsatib beramiz. Muattar hidli g'or bor yonida. Rasululloh o'sha g'orga kirganlar deyshadi. Shunaqa rivoyatlar bor. 2-3 marta borganman har qatda. Shunaqa xushbo'y hid chiqib turadi. Uni kirgan odam o'zi his qiladi, hidlaganda biladi. Xushbo'y hidli g'or bor Uhud tog'ining tagida. Shu Masjidul Fasx yonida. Inshaalloh u joydan ham video kontent qilamiz. Videolar ozgina bo'lsa ham yoqayotgan bo'lsa
like bosib podelitsa qilib qo'yinglar iloji bo'lsa agar. Rahmatli do'dalar oila shomga yaqin qushlar chirqillaydi deyishardi. Haqiqatda mana qushlar chirqillashni boshlashdi. Shom yaqinlashdi. Quyosh chiroyli botyapti. Hozir shomga azon etiladi. Kechqurun chiroqlar yonganda baribir boshqacha ko'rinadi. Azizlarim, qayerda bo'lsanglar ham Allohning panohida bo'linglar. Asosiy maqsad, hayotda maqsad Alloh insonni mangagina ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Shuni unutmasak bo'ldi. Inshaalloh yutuqda bo'lamiz, yutqizmaymiz. Alloh insonni ibodat qilish uchun yaratgan. Uyda o'qiladimi? Boshqa joyda o'qiladimi namoz? Vaqtida o'qilsa inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Bu dunyoning hayoti qisqa, o'tkinchi baribir. Haqiqiy hayot oldinda hali. Alloh hammalarni dunyoda aziz qilsin, salomat qilsin. Yurtimizga, vatanimizga xayr barakotlarni yog'dirsin. Yaxshi kunlarda ko'rishni Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.